yoqdagi hayotimizga shukr qilish uchun. To'g'rimi? Mana shu yerda yurgan odam bu yoqdagi hayotiga shukr qiladi. To'g'rimi? Demak, jannatda yashayotgan ekansizmi? Mana bu hayot, bu yo'tish bekorga emas. Keyingi hayotimizni tarbiyalash. To'g'rimi? Shukrona bilan yashash. Shuning uchun tilimizdan nojo'ya gap chiqmasin. Tilimizda ozgina norozilik ham bo'lmasin. Qalbimiz bilan, tilimiz bilan shukr qilaylik. Allohga shukr. Bu yerga kelib yotadigan odam Allohning eng suygan bandalari. Allohning eng suygan bandalari kelyapti. Sizga bizga nasib etdi, tilimizdan nojo'ya gap chiqmasin. Nima bu devordida kelib tushasiz odamlar. Indamadimi endi men yosh kattaroq odam ekan. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Qalbingizlarga kelmasin hatto. Shukr qilinglar, tasbih aytinglar mana hozir safarga. Toki bizni e'lon qilib chaqirguncha tasbih, duo, charchasanglar dam olinglar. Bu yerda kunash vojib. Odam alayhissalom va Havo onamiz shu yerda kunaganlar va birga qo'shilishgan shu yerda, birga bo'lishgan. Shu yerdan biz farzandlari sifatida biz ham mana shu yerda kunaymiz. Kunash vojib bo'ladi. Duo qilinglar, zikr qilinglar, Allohga shukr qilinglar. Eng suygan bandasilar mana shu yerga kelyapti. Mana shunga shukr qiling. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin, o'zi yengil qilsin, o'zi oson qilsin. Shukrona bilan, chiroyli bir maqom bilan chiqishimizni Alloh hammamizga nasib etsin.